O'zimga nevrozdan umidsizlikka tushib, bo'ldi, уже topolmasam kerak, yana psixologini ham ko'rdim, nevropatologini, psixiatrini ham, hammasini ko'rdim deb kelgan patsientlarni analiz qilish yaxshi ko'raman, chunki analizlarimning natijasida 85-90% holatlarda bu bemorlarda to'g'ri tanlangan psixoterapevtik usul bo'lmaganini aniqlayman. Shuni insonlarga aytishim bilan insonlarda ishonch paydo bo'ladi. Men sinab ko'rmagan, shunaqa usul ham qopdiki, shuni ham sinab ko'ray degan fikr paydo bo'ladi. Insonlardagi o'zini holati bo'yicha bilim yetishmasligi va nevrozni davolaydigan, nevrozni psixoterapiya qila oladigan mutaxassislarning yetishmasligi menimcha hozirgi sizdagi davolanmasligingiz asosiy sabablardan bittasi. Agar sizda shu kabi muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, izohlarda yashayman so'zini yozib qoldiring. Men sizni o'zimni yopiq klubimga qo'shaman va klubda sizga nevroz, tashvishli holat, vahima va vahima xurujlaridan xalos bo'lish bo'yicha, depressiya bo'yicha eng yaxshi yechim va sir asrorlarini o'rgataman.